Yangi adyollar kelaveradi. Ana hovlimizni ham xolasi. Aviamni jo'ni ham bunisi boshqa olganmiz. Zalabkalarimiz. Buni zalabka nimaga oson? Adyolda tortsangiz oson. Eshingiz tagida suv oqib tursa, adyolda tez-tez yuvganingizda loylarni oqizirib ketadi. O'shanda oson bo'ladi bunda adyolda tortsalaring. Bir ikkita akalarimiz nimada tortishgan ko'rsating deyishgan ekan. Hozir adyolda ham bitta ko'rsatamiz. Chokini yamasalang qurib qoladi, unda ketish qiyin bo'lib qoladi. Qiynalasizlar. Mana shu 400 kvadratli ob'yomimiz Xudo xolasa bir kunda bo'lamiz. Ana mana bunaqa qilib tozalanib ketaveradi orqada. 2 marta yurgandan keyin Xudo xolasa chotki bo'lib qoladi batlar. Chiroyli oqarib, to'qirlatda artib tashlaymiz namini. Xolasa bo'ldi bu tomonlarimiz, hovlimiz ichlari. Polnisida.